Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biz ayollar atgan tamoqlarimizni, salgan dasturxonlarimizni ijtimoiy taratqularda ham baharlasak, boshqalarning ko'rib yegusi kelib qolsa, bizga gunoh bo'lamdi. Kishining haqqiga kirib qolgan bo'lamdiq. Cho'nglar bizga hamma odamning shart-sharoiti to'liq emas. Ba'zilar kasal, ba'zilar tug'utliq. Shunga yegan narsalarni chiqarmanglar. Haqning ko'z haqqiga kirib qolsalar, yegus kelib qolsa, qo'rsqonlar og'rib qoladi, yomon bo'ladi deb ta'lim beradi. Aldımızda ulug' ro'za hayit kelyotidi. Mushu to'g'riliq fatvo bergan bo'lsalar, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu ahvol dunyo miqyosi bo'yicha adab ketayotgan bir hodisa. Dasturxonni va uningdagi nozu ne'matlarning suratini tarqatishdan maqsad urug' tuqqanlar va do'stlar aro hal ahvollashish yoki tamoq tayyorlash, tunutish, dasturxon ratlashdek ilm tarqatishga va boshqalarga maslahat berishga aloqador bo'lsa, bu cheklanadigan ish emas. Ammo suratini tarqatishdan boshqalarga ko'z-ko'z qilish, riyokorlik, kibr, ko'ranglash va yeb ichishga ortiq ahamiyat berish maqsad bo'lsa va bu ish bakla chekidan oshsa, buningdan turli ziyonliq va salbiy natija kelib chiqishi mumkin. Bu ahvolda niyat va uning jamiyatga beradigan ta'siriga qarab bu ish yaxshi emas yoki odamgarchilik va muruvvatga zid yoki makruh bo'lishi mumkin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.